Ruxshona, Kattaqo'rg'on tuman 1-son politexnikumi talabasiman. Kattaqo'rg'on tuman axborot kutubxona markazining Ziyo klubiga 2023-yildan beri a'zoman. Bu yerda deyarli barcha kitoblarni topa olishingiz mumkin. Men ham shu yerdagi kitoblarni anchasini mutolaa qilganman va hayot yo'limni yorituvchi bu kitob viloyat ko'rik tanloviga Lolazor asarini yoritib bermoqchiman. Bu asar Murod Muhammad Do'st qalamiga mansub. Murod Muhammad Do'st xalqimiz ardog'idagi atoqli yozuvchi. O'zining bundan boshqa bir qancha ta'sirli asarlari bilan yosh kitobxonlar qalbidan o'chmas iz olgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Lolazor asari xalqimizning 80-yillardagi Sovet ittifoqi davridagi chekkan jabr zulmlarini mahorat bilan ochib bergan. Bu asarning to'g'ri yozilishi juda ham ravon, lekin o'qilishi biroz qiyin. Asar ijtimoiy psixologik janrda yozilgan. Bu asarni o'qishning o'zi kam. Bu asarni o'qib mazmunini o'qish ham kerak. Bu asarning asosiy qahramonlaridan biri Yaxshiboyev. U juda ham erinchoq bo'ladi. Qaysi ma'nodaki u katta mansablarga osonlik bilan erishishni xohlaydi. U qiyinchiliklar uchrasa, u qiyinchiliklarni yomon odatlari va boshqa qabih yo'llar bilan yopib ketishni, doimo osonlikka intiladi. Yoshligida do'sti oshno bilan Bulduruq qishlog'i shaharning juda ham chekkasida joylashgan bo'lib, u yerda suv ham hattoki tanqis bo'ladi. Bulduruq qishlog'i raisi yordami bilan ular o'qishga boradi. O'qishga borganda ham Yaxshiboyevning yomon odatlari birin-ketin ochila boshlaydi, chunki u ovqat olishga ham puli yo'qligidan yomon yo'llarga kirib ketadi va ko'cha bezorligi qiladi. Bunda esa uning qiyinchiliklardan sabr bilan o'ta olmasligini bilishimiz mumkin. Uni ko'cha bezorligi qilganligi oshno undan ranjiydi. Bunda esa biz oshnoning qanchalar qalbi pokligini bilishimiz mumkin. Hatto u do'sti, ya'ni Yaxshiboyev oshnoni pul bilan ta'minlab, uni oziq-ovqatini topishni o'z bo'yniga olgandan Yaxshiboyev unga ta'sirlanib, bu holatda yig'lab, "Sen mening otamsan, sen nima desang o'shani qilaman" deydi. Yaxshiboyevning esa pokiza qalb egasligini bilishimiz mumkin. Bundan tashqari, asarning boshqa qahramonlari Muhsina begim, ya'ni Yaxshiboyevning xotini, Avvalbek, bu esa Yaxshiboyevning o'g'li, Chorshanbeyev Yaxshiboyevning shogirdi, eng yaqin shogirdi deyishim shogirdi. Yaxshiboyev bundaqa Yaxshiboyevning asaridagi yomon obraz sifat ayta olmaymiz, chunki u Chorshanbeyev maqol yozishga mahorat bo'lmasa ham uni o'z yonida olib yuradi va uning qora qozonni qaynashiga ham qisman Yaxshiboyevning yordami bo'ladi. Qurbonoy oddiy pistachi oilasidan chiqqan qizni ham bu darajada shuhrat qozonishiga, xalq orasida tanilishiga ham Yaxshiboyev sabab bo'ladi. Keyinchalik esa Qurbonoy Yaxshiboyevni mensimay o'zini katta inson deb bilganda Yaxshiboyev to'g'ri undan ranjiydi. Hattoki uni nega men bunday qildim deb undan o'ksiydi ham. Asarning Lolazor deb atalishiga eng katta sabablardan biri bu asardagi inson obrazining xilma-xilligi. Bu asarda umuman o'xshash obraz yo'q. Obrazlar Yaxshiboyev asardagi qisman yomon obraz bo'lsa ham, ammo yaxshi fazilatlari bor. Muhsinaxon juda ham kuyinchoq ayol, o'zi aktrisa bo'lgani uchun ertaroq nafaqaga chiqadi va bundan keyin ham yosh katta aktrisalarga juda ham kuyadi. Oiladagilari esa uning bu fe'lidan juda ham kuyib qoladi. Avvalbek onasi Muhsina va otasi Yaxshiboyev umuman o'xshamaydi. U qimorboz, aroq ichuvchi bo'ladi. U rassom bo'lishiga qaramay bunday odatlardan voz kechmaydi. Shuning uchun ham o'zining rasmlarida ko'proq sovuq ranglardan foydalanadi. Yaxshiboyevning kichkina o'g'li esa umuman oilada hech kimga o'xshamaydi. U juda ham yuvosh, qo'y og'zidan cho'p olmagan. Oilada ham uning faqatgina xotini uni hurmat qilar, boshqa hech kim uni hurmat qilmasdi. Bundan tashqari asarning yozilishiga eng katta turtki bo'lgan bu Saidqul, chunki asar Saidqul tomonidan yozilgan. Saidqul bu asarni mahorat bilan yoritib bergan, o'zi ko'rgan kechirmalarini aytib bergan. U Yaxshiboyevni shogirdi bo'lmaydi, ammo Yaxshiboyevni yaxshi taniydi. U bilan safarga chiqqanida Yaxshiboyev bog' qurish bahonasida uni ham safarga olib boradi, chunki Saidqulning katta bog'i bo'ladi. Asar
ham shu bog' qurish bahonasida yo'lda kechgan kechinmalari haqida bo'ladi. Lolazor asarini o'qishni men hammaga tavsiya beraman, chunki bu asar har bir kitobxon ko'nglidan munosib o'rin egallaydi. Yosh katta va yosh kichik, o'rta yosh, har qanday yoshda kitobxon bu asarni mahorat bilan agar tushunib o'qisa, bu asardan o'ziga kerakli narsalarni ola oladi. Shuning uchun ham bu asarni har bir kitobxon yoshdan qat'iy nazar o'qishi kerak deb hisoblayman. Chunki bu asarda ham insonlarning hayoti hamda xalqimizning sovet davrida qanday og'ir holatlarni boshdan kechirgani mahorat bilan Murod Muhammad Do'st tomonidan ochib berilgan.